Biz mana shu Instagram orqali Sog'lom bolajon Enurezga Instagram orqali keldik. Shu nevaramni olib, Andijonga, Namangan, keyin Andijon bilan bog'lanishdik, lekin uzoq ekan yo'l, u bu deb o'zimiz xarajatlarimizni o'ylab, nima qildik. Allohga shukur, Alloh izni bilan shu Qirg'iziston O'sh shahriga ochilib qoldi, filial qilib ochishdi. Ular buni ochgani uchun shu ochgan vrach qizlarimizga, medpersonal hammasiga rahmat kattakon. Kelganimizga 6 kun bo'ldi. 6 kunda ichida ancha o'zgarishlar yaxshi. Uyqusi qattiq edi nevaramni. Uyqulari ochilib qoldi, o'zi turadigan bo'lib qoldi. Xudoga shukur, Ilohim oxiri yaxshi bo'lsin. Sizlarga ham shu yerga kelib, nevara, o'g'il qizlarni olib kelib, davolatib ketishinglarni so'raymiz. Mana shu qizlarga hammasiga rahmat. Shu yerda ochgan, shu yerda ishlayotgan, dillari shirin, oqibatiga rahmat. Tan joni sog' bo'lsin.